Dunyoda eng ko'p kitob o'qiydigan 5 davlat. Afsuski, Amerika bo'lsa kerak birinchi o'rinda. 10 talikda yo'q. Turkiya, 10 talikda yo'q. Xitoy. 3-o'rinda ekan. O'rtacha bitta odam, ya'ni kitob o'qiydi qoldilar, haftasiga 8 soat kitob o'qirkan. Yaponiya bo'lishi mumkin. Yo'q ekan Yaponiya. 10 talikda yo'q ekan, ya'ni bizdan ozroq bo'lsa bo'lishi mumkin. Germaniya. 10-o'rinda ekan, haftasiga 6 soat va 42 minut o'rtacha kitob o'qirkan. Osiyodan bormi? Bor. Hindiston. 1-o'rinda ekan. Hindiston. 10 soat va 42 minut kitob o'qirkan haftasiga. Arab davlatlaridan bormi? Bor. Arab davlati bor, o'zi eng ko'p kitob o'qiydi degan. Birlashgan Arab Amirligimi? Kuvaytmi? Yo'q. Misr bo'lmasa kerak. Misr. Misr. O'zi gap bo'ladi. Kitoblar Iroqda yoziladi, Livanda nashr qilinadi, Misrda o'qiladi degan arab tiliga. Misr haftasiga 7,5 soat kitob. 2 bilan 4 bor, ikkitasi ham Osiyo davlatlari. Eronmi? Yo'q. Ikkinchi o'rindagi seni juda hayron qoldirsa kerak. Bu ana blogerlar gapi emas. O'zbekiston emas-a? Yo'q. O'rta Osiyoni qo'shganda ham bir ro'yxatga afsus kirmadi. Tailand ekan. Tailand ikkinchi o'rinda ekan, 9 soat va 24 minut daqiqa kitob o'qirkan haftasiga. 4-o'rinda Filippin davlati ekan, 7 soat va 36 minut kitob o'qirkan.